Hammaga xayrli kech. Sizlar bilan kechki yeydigan ana bu ozdiruvchi o'zim yaratgan ozdiruvchi mahsulot kokteyl emas, kefir bilan urug', chia urug'i. Ozgina suhbatlashmoqchiman. Nima haqida? O'zbekistondagi ayollarning o'rni haqida. To'g'risi, O'zbekistonda masalan men o'zim blogerlikni yuritishni boshlaganimdan keyin bu narsaga yana ham ko'proq amin bo'ldim. Aqlli, bilimli, intiluvchan ayollar oramizda juda ham ko'p, lekin bilmadim, aynan bizning sistemada bu narsaga ko'p ham yo'l qo'yib berishmaydi, to'g'ri tushunishmaydi, ko'plab cheklovlar qilishadi. Masalan, biz hammamiz bilamiz, men ham bilaman, sizlar ham bilasizlar. Atrofimizga doimiy bizga negativlab bo'lgan, masalan, o'zimizni qo'shnimiz bo'lishi mumkin, qarindoshimiz bo'lishi mumkin, o'rtog'imiz bo'lishi mumkin, har doim hammaga yoqavermaymiz-ku. Internet tarmog'iga qo'yib borilayotgan videolar ham xuddi ana shunga o'xshagan narsa. Prosta u narsani negativlarni u yoqqa yozishadi, u narsani o'qiysiz. Lekin bu narsa ham doim oldindan bo'lgan va bundan keyin ham bo'ladi. Prosta u og'zaki bo'lgani uchun u narsani biz bilib tursak ham nagli o'zimiz o'qib yoki o'zimiz eshitmaganimiz uchun u narsa bizga ozgina nima deydi, tabiiy holday tuyuladi. Lekin o'sha narsani kimdir yozma ravishda kommentariyaga yozgan vaqtda yoki nima deydi, o'zaro o'sha narsani muhokama qilsa, bu narsa bizga erish tuyulib, voy nimaga bunday ekan, kerak emas, to'da shunga o'xshagan gaplar bo'ladi. Lekin bu narsa doimiy bo'lib kelayotgan narsa bo'lganligi sababli to'g'ri tushunib, naborot yaxshi kelajakka, yaxshi narsaga, yaxshi fikrga borishni va bu narsalar o'tgandan so'ng baribir ham nima deydi, bir kishi masalan bitta narsani qilmoqchi bo'lsa, boshida uni tanqid qilishadi, keyin ustidan kulishadi, keyin namuna qilib ko'rsatishadi va eng oxirida unga havas qilishni boshlashadi. Hozir ana shu jarayonlardan birin-ketin o'tib olguncha odam nima deydi, o'zi sabrli bo'lishi kerak, o'zi harakat qilishi kerak, o'zi shu narsaga qarab intilishi kerak va unga eng yordam beradigan narsa uni atrofidagi yaqin insonlari deb o'ylayman. Ayniqsa bu narsani, bu bosqichni bosib o'tish erkaklarga, ayollarga nisbatan ancha osonroq, lekin aynan ayollarga nisbatan bu narsani bosib o'tish ham 2 barobar qiyin va ham 2 barobar negativ ko'proq bo'ladi. Lekin eng oxirida men ko'p narsa, shu narsani guvohi bo'lganman. Rezultat jarayoni